Hammamiz bilganimizdek, hozirgi kunda pitsani turi ham va nomi ham juda ham ko'p, lekin bu mazali pitsani antiqa deb nomladim. Uning uchun sutga shakar va dro'j'i qo'shamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa tuxum oqini qo'shib, bir xil holatga kelgandan keyin o'simlik yog'ini qo'shamiz. Uni aralashtirib bo'lganimizdan keyin unga tuzni solib, yumshoqroq xamir qilamiz va 1 soatga issiq joyga olib qo'yamiz. Keyin esa ozgina jo'xor unini sepib, xamirimizni formamizga moslab yoyib olamiz. Endi o'rtasiga tarelkani qo'yib, sousni suramiz, keyin esa sir sepamiz, mayda qilib to'g'ralgan kolbasani, shuningdek qizil va yashil bolg'arini solib, uni ustiga terib chiqib, qolgan sirni sepamiz va o'rtadagi tarelkani olib tashlaymiz. Teddy xamirni xuddi videoda ko'rsatilgan harakatlarni qilib, bir necha qismlarga bo'lib olamiz. Keyin esa pizzani ustini yopamiz. Ustiga tuxum sarig'i va kunjut sepsak bo'ladi. Oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkada 25-30 daqiqa davomida tayyorlanadi. Va ko'rib turganinglardek antiqa pizza tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.